varaq loyihasida bundan keyin donat qilish funksiyasi bor. O'sha funksiya qanaqa ishlashini hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Kutubxona bo'limiga kiramiz. Kirganda shundoq pastda donat qilish turibdi. Ustiga bossak kiradi. Mana bu yoqda yozilgan, hammasi bilan bir tanishib chiqsangiz yaxshi bo'ladi. Keyingisi masalan siz qancha donat qilmoqchisiz? Bu yoqda turgan variantlardan tanlasangiz ham bo'ladi yoki mana bu yoqqa o'zingiz yozasiz. Masalan 5000 so'm. 5000 so'm kiritdim. Chiqdi mana bunaqa bo'ldi. Endi qanaqa to'lov qilaman siz? Mana bu karta raqam berilgan. Oxirida mana nusxalash tugmasi turibdi. O'sha ustiga bitta bosib nusxalab olasiz. Va istalgan programmadan, istalgan pul o'tkazish nimasi ilovasidan 5000 so'm o'tkazsangiz sizni nomingizga kelib tushadi. Endi ikkinchi tomoni bor. 5000 so'm siz donat qilmoqchisiz, chiqamiz, umuman yopamiz, qaytadan kiramiz. Kirdingiz, yana o'shanaqa holat. Yana siz 5000 so'm donat qilmoqchisiz. 5000 so'm bosib kirdingiz. Sizga 5001 so'm yozdi. Yokida mana shu narsani 5002 so'm bo'lishi ham mumkin. Nimaga unaqa desaydi? Men bundan oldin kirib 5000 so'm yozdim-ku. O'sha nima desam bo'ladi? U 5000 so'm bir kishi band qildi. Agar kimdir siz masalan 5000 so'm tashlasangiz, u kishining nomiga yoziladi. Chunki u kishi band qilib bo'lgan 5000 so'mni. Sizga 5001 so'm tushdi. Demak, 5001 so'm tashlasangiz, siz nomingizga yoziladi va mana bu yerda ro'yxatda chiqib turadi. Masalan, meniki Bekmirzo Ivanov bo'lsa, Bekmirzo 5001 so'm donat qildi deb menga qo'shiladi mana bu yerda. O'shaning uchun o'sha narsaga sal e'tiborli bo'lasizlar. Mana yana 5000 so'm yozib kiramiz. Endi 5002 so'm berdi. Chunki narigi ikkalasi ham band qilinganda. 5 daqiqada bu yangilanadi. Kirib siz 5002 so'm donat qilishingiz kerak bo'ladi. O'shanda sizning nomingizga yoziladi. U istalgan summa bo'lishi mumkin. Masalan, 100 ming, 50 ming bo'lsa ham yozganingizda mana bunaqa sizga qo'shimcha raqam qo'shyaptimi? Demak, sizning maxsus nimangiz, summangiz mana shu bo'ladi.